Lokatsiyasiga yaxshilab ahamiyat beringlar. Tuda kollej desanglar hamma biladi, o'shani yonida mana 6 sotix joyimiz sotiladi. Bu yerda svet, suvdan muammosi yo'q, gaz yo'q, sразу aytyapman. Kirganimizda mashinaga ham hayvonlarni qo'yishgan chiroyli qilib. Bitta basenga joy bor, suv to'ldirib bemalol ishlatadigan xonasi. Bitta bir uy bir dahlizimiz bor. Bu andavalarni chiroyli qo'shgan, bitirib poli qolgan, eshik derazasi qolgan. U tomonga o'tganda atapleniga ham joy qilishgan. Preklarini yaxshilab qaranglar. Mana atapleniga chorvachilik qilaman desangiz ham yaxshi joyi bor bu tomonda. O'nlim u tomonga kelgan. To'rt burchak zaborlarni qilib qo'ygan, o'ratib, uje kelib turib, ba'zi ayrim bir joylarini shunday aboyni yopishtirib yashab ketadigan xona bor. Albatta kosmetikalarni o'z bosib qiladigan joy bor. Mana. Bu tomonda ham bitta podvali bilan qilaman desangiz, balangina uyimiz bor. Общий 7 ta uy bor. Mana. Patologi bo'lgan, elektrik xizmatlari hammasini qilgan. O'sha yashashga tayyor, aboyni yopishtirib. Mana poli tayyor, patologi tayyor. Ozgina ishlovni berib aboyni yopishtiradigan joy. Yashayman desangiz ham kottej formada qilib qo'yishgan. Mana bo'ldi. Bitta xonasi bilan o'sha sanuzulga nimalarni polni, turbalarni tashab qo'yishgan. Mana. Pulini chiroyli chiqarib qo'yganmiz. Puliga stoyt. Yana talashib tushirib ham qo'ydik. Mana bu tomonda yana bitta uyi bor. Ko'rdinglar, общий uy bor. 7 ta. 7 ta uyi bor. Chiroyli qilib dizaynda qo'yishibdi. Kottej forma, hamma yog'i o'sha daraxtlari ham bor. 6 sotix. Bunaqa holatda chiroyli qo'yishgan. Uyda ko'ryapsizlar-a? Kottej sifat qilib. Lekin xadavoy joy. Nimasini ko'rsatay yana mana tepalari, xonani turishi, mana shakli chiroyli chiqqan. Vali fasadini qilsangiz ham rosa chiroyli chiqadigan joyi. Ulgurib qolinglar. Raqamlar qoldiryapmiz. Egasining raqamini bemalol aloqaga chiqib baraka qilishlari mumkin. Kim olsa ham inshaalloh nasib qilsin. Yaxshi joy. 6 sotix. Prek bilan qilingan. Betini bitta yopib turib, o'sha darvoza so'rini qo'yib chiroyli qilib o'tirsa bo'ladigan, arziydigan joy. Manzilni qaranglar. Mana Tuda kolleji Rishtondan Tudani pavorotda burilib kelganda orqasi bilan shunday kirib kelganingizda mana shu joyda uyimiz, hech qancha yurmasdan. Aholi yashaydi, mana asfalt, yaxshi joyda.